Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz nevropatolog Murodxon Usmonov kanalidasiz. Bugun siz bilan bosh og'riqlarining ichida eng ko'p tarqalgan migren kasalligi haqida gaplashmoqchiman. Migren kasalligi bu bosh og'riqlarining ichida eng mashhur hisoblanadi. Migren kasalligi asosan ayollarda uchraydi, erkaklarda ham uchrashi mumkin. Migren kasalligi xususiyatlari, ya'ni belgilari qanday bo'ladi? Migren kasalligini belgilari ko'pincha boshni bir tomonida pulsatsiyalovchi, ya'niki xuddiki bosh yurakni urayotganday urishi, bosh og'riqlari paytida shovqin va yorug'lik bosh og'riqlarini ko'paytirishi, bundan tashqari jismoniy holatlar ham, ozgina jismoniy harakatlar ham bosh og'riqlarini kuchaytirishi, bosh og'riqlari ko'ngil aynish, qayt qilishlar bilan kechishi, bosh og'riyotgan bemorlar qorong'u xonada, tinch xonada yotishni xohlab qolishi, mana shu belgilar aynan migren kasalligiga xos hisoblanadi. Migren kasalligini aurali va aurasiz turi mavjud. Aurali migrenda bemorlar bosh og'riqlaridan oldin ko'z oldida xiralashish, chivin yoki pashsha uchganga o'xshagan har xil narsalarni tuyulishi yoki ko'z oldida kamalaksimon pardaga o'xshagan holatlar bo'lishi mana shu migrenni aurali turi hisoblanadi. Migren kasali bor bemorlarga qanaqa tavsiyalar beramiz? Migren kasalligi bor bemorlarga birinchi navbatda uyqu rejimini yaxshilashni maslahat beramiz, chunki bosh uyqudan oziqlanadi. Ikkinchi tavsiyamiz kunlik suv miqdorini tiklash, ya'niki bir kunda 2 litrdan kam bo'lmagan suvni ichish. Uchinchi tavsiyamiz sho'r achchiq mahsulotlarni iste'mol qilmaslik. Keyingi tavsiya kofe, energetiklar, gazli napitkalarni ichmaslik. Oxirgi tavsiyamiz bu jismoniy og'ir yuklamalardan saqlanish, sovuq va issiqdan o'zini himoya qilish. Migren kasalligi qanday davolanadi? Migren kasalligi albatta nevropatolog shifokori yordamida davolanadi. Bunda migren kasalligini xurujlarni kamaytirish uchun birinchi navbatda antidepressant guruh dori vositalari ishlatiladi. Ikkinchi navbatda triptan guruhi dori vositalari ishlatiladi. Uchinchisi bemorni qo'shimcha kasalliklari bor yo'qligiga qarab qon bosimini nazorat qiluvchi yoki qand kasalligi bo'lsa, qand kasalligini nazorat qiluvchi dori vositalar yoki boshqa dori vositalarini ham buyurish mumkin bo'ladi. Migren kasalligi bor insonlarga ko'proq meditatsiya qilish, ko'proq toza havoda sayr qilishni maslahat bergan bo'lardim. Chunki mana shu holatlarda miya kislorod bilan to'yinishi ortadi va migren kasalligining xurujlari kamayishiga yordam beradi. Kichik jismoniy mashqlar ham bosh miyada va butun tanada qon aylanishini yaxshilaydi va bu migren kasalligi, nafaqat migren kasalligi va boshqa kasalliklarni ham chekinishiga va tuzalishiga olib keladi. Agar yuqorida sanab o'tgan ma'lumotlarimiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bu videoni like bilan qo'llab-quvvatlang. Ma'lumotlarimizni boshqa insonlar ko'rishi uchun bu ma'lumotlarni ulashib qo'ying va kanalimizda birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'ying. O'z salomatligingizga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.